karantindan unumli foydalangan holda Qalbimni tirnaydigan savol. o'shanda uylandingiz. Undan keyin kelinoy bilan mana yaqinlarning to'ylariga borib qolasizlar. O'sha payt shu dabdabali to'ylarni ko'rib, shu sizga ko'p boshingizga og'riq kelmaydimi ish qilib? Shimimni shimarib ko'rsatsam, mana shu yerlar chimdilib tashlangan. Hazillashdim. Terim qalin, menga ta'sir qilmaydi. Endi nima deydi? Alloh nasib qilgani bo'ladi-da. Bandasini rejasi emas. Allohning rejasi. Allohning rejasi bilan bo'ladi hamma narsa. Endi ko'pchilik singari, ayniqsa san'atkorlarga bu ish ancha yengilroq boshqalarga nisbatan. Endi bir ko'tarinki ko'plab ijodkor do'stlarimni taklif qilib, keng qamrovli to'y qilish niyatida bo'lganman. 30-mart sanasiga belgilagandik to'yni. To'yxonalar gaplashilgan, haligi xarajatlariga pullari to'langan yarmi. Birdan shu Navro'z kunimikin e'lon qilindi. 23-dan to'ylar to'xtatiladi. Bu yoqqa chiqamiz, bu yoqqa chiqamiz, hech bir iloji yo'q, anaqasi yo'q. Nasib shunday. To'yni qoldirib turaylikmikin? Endi birinchi marta kelishi bu balo, ofat. Hali bilmaymiz qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, kim qoladi, kim ketadi. Shuncha yil kutib uylanmay o'lib ketsam,